Simayi, üç padişahlık boyunca en dağınık müdafialanish ustası deb ataladi. Sizin bu qarash qo'shilamsiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Üç padişahlık degan film ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Uningda nurg'un urushlar ilib berildi. Endi mushu urushlar qaraydigan bo'lsak, hamma urushlarda asosan bir taraf aktiv holatda, yana bir taraf passiv holatda urushni kutib oladi. Endi urushningki taktikasidan qaraganda aktiv hujumga o'tgan taraf tez suratda qarshi taraf mag'lub qilishni o'ylaydi. Chunki ular o'zining yurtidan boshqa yerga bordi. Shunga nurg'un mol-mulk va yerib charchashga uchraydi. Mol-mulk jihatdan yetishmaslik, oziq-tulik yetishmaslik ahvoliga yo'liqdi. Demak, nurg'un janglarda nurg'unlagan shaharni saqlovchilar, ya'ni mudofaa qiluvchilar dal mushu ahvolni bilmaganligi uchun urush qilib kelgan odamning oldiga berib hujum qiladi. Ammo Simayi qanday qildi degan vaqtda aktiv holatda oldiga chiqib hujumga o'tmay, balki shaharni saqlash va mudofaa qilishni asos o'rin qo'ydi. Shu asosda u o'zining eng kuchli raqibi bo'lgan Zhuge olsiratib mag'lub qildi. Demak, boshqalar oldirgan vaqtda siz oldirmang. Boshqalar oldirmagan vaqtda siz oldirang. Shu orqali siz boshqalardan ish kuchalaysiz. Agar sizin bu gaplarim qo'shilsangiz, inkas rayoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texim ko'p do'stlarning foydalanishi uchun bu filmni tarqatib qo'ying. Ham texim ko'p jahondorchilikqa va korxonchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.